아무도 없네. 안녕하세요. 그 주문해가지고 줘요. 얘한테 빨리 알겠습니다. 보내줘. 네. 준비될 때까지 줘. 알겠습니다. Hammaga salom. Bu yana Marjona. Va men bugun bu videoda sizlarni ko'rganimda juda ham xursandman. Bugungi videomiz asosiy mazmuni men yana video vaqti edi. Ertalab turganimdan boshlab butun meni kunimda. Lekin 3 soat oldin tursa ham kechikadi deganlardan bo'lganim uchun yana kechikib olmay qoldim. Hech narsa qilmaydi. Zato avtobusga qanaqa chiqqanim videoda bor. Shunaqa ekan, bugungi kun juda ham qiziq bo'ladi. Ishoninglar, juda ham qiziq bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozirdan o'zi like, podpiskani bosib qo'yursangiz ham bo'laveradi. Demak, go! Bizda hozir ta'til. Lekin agar narigi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, bundan oldingi videolarda bilsa, agar ko'rgan bo'lsangiz, men universitetda dekanatda ishlayman. Shuning uchun ta'tilligiga qaramasdan davomiy universitetga kelib ketib yuraman. Bugun topshirishim kerak bo'lgan hujjat bor, o'shani to'ldirib, sizlar bilan yana qaytaman sizlarning oldinglaringga. Mana qilib bo'ldim. Endi bugun qolib ketgan makiyajimni davomini shu yerda qilamiz. Oyna, kosmetika kutamiz. Mana bu kushonni yaqinda oldim. Changsanmul. Tuk 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 tuk. Endi burnimizni to'g'rilab olamiz. Burnim kichkina bo'lib qoldi. Bilmadim. Eyeliner. 작은 점액해요. 사라진다. 시간이 지나면 너무 늦을까. 생각이 나. If you 조심하면 좋다. 헤어짐이란 슬픈 메모리를 난 왜 몰랐을까. 하이라이트를 마음 하이라이트를 했잖아. My attitude out of control. Tell me what you do, Mr. General. Eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan biri. Oxirgisi lipstick. Men Romendan. Ismini bilmadim. Romendan Pick tonidagi
lipstik sekin. Men bu meykapim o'chib ketmasligi uchun oxirida Clio'dan makeup glove fixator sepaman. Shu bilan kuni bilan ana shu meykapda qoladi. Makeup kit. Короче, o'rtoqlar, bugun soat 8da, kechki 8da BTS Goyangdagi stadiondagi konsertiga bilet olish boshlanadi. Duo qilinglar, men ham olay. Narxi 264 ming. Ashitagisiga olishim kerak. Ashitagiga olishim kerak. Meni kod BTS. Men boraman. Va bizning YouTube kanalimiz 810 kishi bo'ldi. O'zimni ham, sizlarni ham tabriklab qolaman. Obed vaqti bo'ldi. Endi birga obedlanamiz. Go. Yeah, brachik. Go. Narsalar ham shturishib qoldi. Hech narsa qilmaydi, baribir hech kim tegmaydi. Red carpet. Kimbap bilan ramen oldim. Endi shuni jiddiy tayyorlab, yeb ketamiz. Chupchik tengiga bo'linsa, sizni yaxshi ko'radigan odam bor degan gap bor. Issiq ekan. Ovqatlanib bo'lib, kelishimni o'zimga kofe olib keldim. Chaylab turdim. Endi kofeni ichib, ishimni yakunlab uyga boraman. 3 hours later. 다시 사랑하기를
우리 길로. 따다. 따다. 거지 됐어요. 야, 거지는 아니고, 거지는 아니고. 여기 엄청 예뻐. Endi men bu samolyotlardan bittasini minib uyga ketmoqchiman tezroq sovuqligi uchun. Qorni to'q, просто bilmadim, kuniga bir xil shu ovqat yeyish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun o'zim ketidan qolgan bugunbap yemoqchiman. Ichiga kimchi, umuman o'zingizda qanaqa sabzavot bo'lsa hammasini solib qilsangiz bo'ladi. Bizda soat hozir 7:15. BTS konsertiga bilet sotib olish 8 dan boshlanadi. Shuning uchun men endi hozir kompyuterxonaga ketyapman. Uzoq emas, o'zi uyimning yonida. Omad tilab turinglar. Xudo xolasa mayda BTS konsertiga boraman. 오, 가이절라는 기대. 왜 거사지? 애가 너무 무서워. 이제 엄청 커서가네. 모르는 가셔야 되죠. 맞아, 가야 되나 이거. 아우, 아리랑. Manda BTS membership bor. Sotib olganman. Xudoyim o'xshasin, iltimos. 34 minut qoldi. Ye. 저거랑 6 minut qoldi. 네, 해먹으시 뭐예요? 맞아요. 저 그래서 그냥 카운터 얘기하는데 누구면 치더라고요.
나발은 이거를 우미딘 미우스딘 대기 순서를 보고 희망이 사라졌어요. 유유. O'rtog'im oliygohda, u olibdi. 200 mingligida olibdi. Maliga ololmasam kerak. 망했다. Three hours later. Xullas, sizlarga oxirgi marta video olganimda menimcha 120 mingta odam bor edi. Undan keyin kutdim, 2 soatcha kutdim. 50 mingtadan tushdi. 57 mingta bo'lganda kompyuterim o'chib qoldi. Keyin o'zi qaytib kirganimda yana 170 mingta navbat turdi. Keyin yig'lab qaytib keldim. Va atayam bu biletni olaman deb bugun ishimga bormagandim, kechki ishimga. U yerga kelgandan keyin telefonimdan kirib yana kutdim. Navbatim kelganda kirdim, o'zi ham 1,5 soat navbat kutdim telefonda. Kirdim, keyin qarasam joy qolmabdi. Yig'lamadim boqasim. Taslim bo'lmaymiz, biz kuchlimiz, biz bunaqa narsalarga osonlikcha taslim bo'lib qolmaymiz. Bugungi mani vlog videom tugadi. Shunaqa muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi, lekin o'rtoqlar har doimgi bani gapim. Nima deydi? Inson bir kun yiqiladi, bir kun turadi. Bitta man ololmagan emasman. Necha million tarbiyalar ololmagan. Shunaqa yaxshi niyatlarni o'ylab bugun videomizni tugalaymiz. Videoni kechib ko'rganlaringizga rahmat. Albatta like, komment bosib qo'yinglar. Mana nima deydi? Podeshka qilib qo'yinglar. Shu tursham o'zi bugun yomon stress oldim. Xullas, hammaga rahmat. Gapimning oxirida agar men bilaman kim ko'rganlar bo'lsa, komment yozib qoldiringlar. O'zlaringizning fikrlaringizni. Bilasizmi? Komment qoldiringlar.